Amerikadagi Uyg'urlar va ularning qo'llovchilari yakshanba kuni Oqsaroy oldida namoyish o'tkazib, Jo Bayden hukumatining Morgan Chase va Tesla qatorliq Xitoy kompartiyasi bilan savdo qilayotgan va majburiy emgak chetishliq bo'lgan Amerika shirkatlariga qarshi tadbir qo'llanishga chaqirdi. Namoyishchilar Xitoyning Sharqiy Turkistonda erkak qirg'inchilik yurgizayotganligini ta'kidlab, mazkur shirkatlarning Xitoyning Uyg'urlarni majburiy emgakka selishidan naf olayotganligini o'tirg'i qo'ydi va aybladi. Xitoy rejimi atalmış islom jamiyati qurilganligining 70 yilligini tabriklayotgan bir mezgilda musulmonlarni islom dinini xitoylashtirish terror siyosati uchun xizmat qilishga majburlamoqda. Zimiston to'rining 5-iyundagi xabarda bildirishicha, Xitoy xuddi cherkovlarni kommunizmni tashviq qiladigan o'ringa aylantirgandek, Xitoydagi islom dini jamiyatini masjidlarda o'xshash rol o'ynashga majburlagan. Navbatda Xitoyning talabi bo'yicha ish qilmagan masjidlar qattiq besim hamda xirisga tushganmoqda. Xitoy taratqularının xabar qilishicha, Arab ellari ittifoqiga a'zo davlatlarning tashqi ishlar ministri Xitoyda o'tkazilgan Xitoy Arab davlatlari hamkorlik munbirining 18-navbatlik yuqori darajalik amaldorlar yig'iniga qatnashgan bo'lib, Xitoy rejimi yig'inga qatnashgan Arab ellari ittifoqi kotibot boshqarmasining mas'ullari va yuqori darajalik amaldorlar hamda strategik siyosiy dialog jamiyatidan tashkillangan 34 amaldorni Sharqiy Turkistonni ziyorat qildirgan. Ziyorat 30-maydan 2-iyungacha davom qilgan bo'lib, Xitoy rejimi bu ziyorat orqali burunqidagi Sharqiy Turkiston masalasida xalqaro jamiyat va arab islom dunyosining ko'zini bo'yashga uringan. Ma'lum bo'lishicha, o'tgan oyda Xitoyning eksport va importi bulturga o'xshash mazgildikiga selishtirganda to'valligan. Eksport miqdori o'xshash mazgildikining 7.5% tövallab, iqtisodshunoslarning mo'lcharidan 0.4% eshib ketgan. Yana bir tarafdan import miqdori o'xshash mazgildikidan 4.5% tövalligan. Yaponiya hukumati Xitoy bilan Rossiyaning bombardimonchi aeroplanlarining Yaponiya dengiz tavalligiga yaqin havo bo'shlig'ida birlikda uchganligini xabar qildi. Egilishicha, Yapon dengiz rayonidan Sharqiy dengizga tutashgan birlashma uchishga qarshi Yaponiya havo mudofaa armiyasining urush aeroplanlari harakatga o'tgan. Amerikaning Sharqiy Osiyo va Tinch okean ishlariga mas'ul muavin tashqi ishlar ministri Daniel Kertenberg va Oqsaroy davlat bexatarlik kengashining Xitoy ishlari oliy amaldori Sara Bran 5-iyun Xitoy muavin tashqi ishlar ministri Ma Jiaoshu bilan Beijingda ko'rishgan bo'lib, jasus gaz shari krizisidan buyon yiriklashgan ikki davlat munosabatining yaxshilanishini tezlatish, Tayvan masalasi qatorliq nuqtalar bo'yicha suhbatlashganligini bildirdi. Saudiya Arabiston Al-Ittihad komandasi fransiyalik futbol cho'lpini Karim Benzemani o'ziga qo'shganligini e'lon qildi. Uning Ispaniya xon jamoati Madrid komandasi bilan bo'lgan to'xtam muddati to'shgan edi. 25 yoshli Benzema xonlik Madriddan ayrilgan va yangi komandasi bilan 3 yillik to'xtam imzolagan bo'lib, yiliga 200 million yevro haq oladi ekan.